Bugungi darsda ko'pchilik so'ragan ekan kommentariyada o'zingiz keyinga o'tib yozdi. Blenderga pluginlarni o'rnatish va ular bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Turbo 5 versiyada ko'rsatib beraman. 3.6 versiyani ya'ni 3.6 versiyada o'zi bitta plugin bor, yaxshi ishlaydigan, u Launch Control. Unga alohida bitta video qilaman. Bunga umumiy kerakli bo'lgan, ko'pincha ishlatadigan pluginlarni ko'rib chiqamiz. Shu Blenderga kirib olgandan keyin bu yerda oynada hech qanaqa plugin chiqmaydi. O'zi plugin oynasini ochish uchun N knopkasini bossak bo'ldi. Bu yerda pluginlar kelib chiqadi. Screencast qo'yay. Hop, N knopkasini bossak bu yerda pluginlar kelib chiqadi bu yerda. Mana bu 3 ta narsa Intent Tool View bu plugin emas. Bu Blender ichidagi ishlatiladigan narsalar. Endi bu ham buni plugin o'zi, lekin bu ichida yoqilgan keladi. Bu chunki doimiy ishlatiladi bu narsalar. Masalan, rotation yoki location qiladigan bo'lsak, kerak bo'ladi bu narsa. Masalan, intentda, masalan, obyekt tanlangan obyektni o'lchamlarini o'zgartirish mumkin. Mana yoki bo'lsa, mana bu yoqdan ham o'zgartirsa bo'ladi mana. Mana bu bo'limda properties bo'limda object propertiesda mana bu ikonkasi bor, mana kvadratga belgilab qo'ygan. Shunga o'lcham berib ishlasa bo'ladi. Endi bizga eng ko'p kerak bo'ladigan pluginlar, masalan, qanaqadir obyektga biz material bermoqchimiz. Material berish eng sodda usuli, masalan, metal yoki oynani yoki shishani effektini berish uchun mana shundoqqina mana bu yoqdan biz metallik bilan roughnessni tushirib qo'ysak yetarli. Bizga shishani effektini beraveradi. Yoki alfani tushirib qo'ysak bizga o'sha shisha alfa 1 da turadigan bo'lsa bu ko'zgu, alfani tushirib qo'yadigan bo'lsak bu shisha, ya'ni derazalar aks ko'rinadi. Ya'ni orqa tomon ko'rinadi bunda. Bu unaqa murakkab narsa emas, qo'lda sozlab ishlasa bo'ladi. Yoki sal murakkabroq varianti bizda shader editorda qo'shimcha internetdan tekstur olib kirib unga ishlasak bo'ladi. Qo'shimcha tekstur olib kirib unga material bersak bo'ladi. No, qo'lda yasab o'tirmasdan tayyor materialni olib kirmoqchi bo'lsak, bizda ikkita asosiy plugin bor, materiallar va HDR va model uchun. Birinchisi bu Blender Kit. Blender Kitni Blender ofitsial saytidan yuklab olsanglar bo'ladi. Ya'ni shunchaki istalgan brauzerga Blender Kit deb yozsanglar yetarli. Shu birinchi chiqib kelgan saytga shuni kirasizlar. Bu yerdan download Blender Kitni bossanglar, mana buni bossanglar, уже avtomatik yuklab beradi. Megabayt ham unaqa katta emas. Menda уже yuklangan. Endi o'rnatishni ko'rsatib beraman. Demak, bu yerda edit bo'limiga kirib, preferencesdan add-ons bo'limiga kiramiz. Bu yerdan yuklab olingan pluginlarni o'rnatish uchun men bu ikonkaga bosib install from diskga bossanglar, yuklab olgan pluginni topib o'rnatsanglar bo'ladi. Yoki men bu yerda ham o'zida bor bo'lgan ichida birga kelgan pluginlar chiqadi. Mana bu yerda Rigify, Hydrostorm, DXF, Render Cycles, Engine shunga o'xshagan. Demak, biz tashqi brauzerdan yuklab olgan pluginimizni mana bu ikonkadan install from diskga bosib downloadda mana bu yerda Blender Kitni ustiga bir marta bosib install from disk bosib olsak yoki shunchaki 2 marta bosib olsak bo'ldi, уже o'rnatiladi mana. Blender Kit Online Assets Library bo'ldi. Bu уже o'rnatildi, mana bu yerda chiqadi. Unaqa qiyin narsa emas. Bizda bu yerda birinchi bo'limida models, ikkinchisida material, uchinchisida skins, ya'ni ko'rsanglar bo'ladi nimaligini. Bu yerda tayyor model yoki berilgan effektlarni shundoqqina yuklab beradi. Bu yerda HDR'lar. Biz o'zimiz xohlagan interior yoki eksterior qilayotganimizda shu HDR'dan foydalanib ishlasak bo'ladi.
Bu brushes ya'ni biza anaqa naqshlarni bersak bo'ladi bu yoqda. Qanaqadir interierga kerak bo'ladigan naqshlarni yoki personaj yasayotgan paytda ishlatsa bo'ladi. Endi buni men bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Modellarda masalan, men bu model masalan pulli. Buni bossam sotib ol deydi. Bepullari ham bor. Masalan, chunki bet deb yozsanglar, aytgandek inglizcha yozish kerak bu yoqqa. Plugin inglizcha ishlaydi mana. Masalan, o'chirib tashlayman. Masalan, men bu bepul masalan. Shunaqina bossam, menga yuklab beradi. Bu yoqda hozir material hamma narsasi bilan tushadi. Endi hozir men bundoq qilib ko'ray. Shuni renderga bossanglar mana material bilan tushgan. Yoki men bu yoqqa shuni o'tib ko'r, materialni ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana material bilan tushgan mana. Bu tushundinglar, bunaqa qiyin narsa emas. Men bu 6-si ekan, 6-bo'limida bu bo'limda node group, ya'ni geometry nodeslar bilan ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni bu yoqda tayyor geometry nodeslar berilgan bo'ladi. Ya'ni qanaqa, masalan, shunaqani bossanglar, modifier qaysidir obyektga, masalan, kubga, masalan, men bu modifierni berishim kerak. Add node bosib qo'yaman, OK bosib olaman. Bunga naqa beradi. Hozir xato bo'ldi shekilli ozgina. Menimcha xato bo'ldi, mesh reference. Negadir tushmadi bu. Yo'q, xullas bu qanaqadir materialga yoki obyektga geometry nodesni avtomatik yuklab beradi, qanaqa effekt chiqishini. Ya'ni bu fx desa ham bo'ladi. Shunaqa men buni ko'pincha ishlatmayman, uni geometry nodesni qo'lda yasab qo'yaveraman, faqat animatsiyaga kerak. Printables uchinchisi. Bunda ham deyarli shunaqa modellar bor. Asosan unaqa premium modellar bo'ladi bu yoqda. O'zingizlarga keraklarni shuni yuklab ishlatsanglar bo'ladi. Material berishini ko'rsatib o'tmabman. Masalan, sferaga berib qo'yaman, shitsimuz qilib. Bu yoqda masalan material, qanaqa material bersam bo'ladi? Masalan, mana buni berib qo'yaylik. Mana bu bo'pti, material shuni olib berdim. Materialni shuni ko'rsam agar ozgina atrofga qo'ysa mana. Ko'rdinglarmi? Bu yoqda bumplari bilan tushirib beradi, chuqur joylarini hammasini tushiradi. Bu yoqda shader editorda ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa material ishlatgan, qanaqa yasagan, shu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa yasalganini. Xohlasanglar bu yoqda qanaqadir o'zgartirishlar kiritib, men buni rangini o'zgartirib qo'ysanglar, bu ham o'zgarib ketaveradi. Bu yerda materialni ichiga kirib o'zgartirish mumkin. Masalan, mana yog'och masalan. Yog'och teksturasini berdim mana. Teksturasini bergandan keyin men bu yoqda base colorda bundoq qilsak, tak, image editor base color. Men bu teksturani rangini men bu oshig'iga to'qlashtirmoqchiman deylik masalan. To'qlashtirmoqchiman. Men bu base colorda shu. Base color men bu. Reference'da u qanaqa yaltirashi, displacement-da bu ya'ni tushuntirsam ekan displacement-da. Ana shuni uzib qo'ysam mana ko'rinadi qanaqa bo'lishi. Men ulab qo'ysam, farqi uncha sezilmaydi-yu, lekin bu ham kerakli narsa. Mana bu bump, ya'ni chuqur joylari bu yoqda. Chuqurliklarini ko'rsatadigan tekstura bu. Demak, base colorda rangni o'zgartirmoqchi bo'lsam, shunchaki base colorning o'ziga roughness, displacement yoki normalga emas, normal materialga emas, faqat base color o'ziga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Bularga o'zgartirish kiritsa bo'ladi, lekin bu kerak emas. U ortiqcha narsa, shuning uchun base color o'ziga materialni o'zgartirishimiz mumkin. Bunga ya'ni rang o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz bunga color ramp beramiz. Color ramp. Shuni yozsak, bizda color ramp chiqib kelaveradi. Shuni olib qo'yamiz. Bu o'zi default holatda oq keladi. Biz buni sal bundoq bosib turib, mana qilsak, mana bundoq yashil o'zimizga kerakli bo'lgan rang
desak bo'ladi. Masalan, sal ochiqroq rang berib qo'ydim. Endi bu ham renderda mana bunaqa ko'rinadi. Va tushunarli. Bunaqa qiyin narsa emas. Agar noldan o'zingizlar tekstura yasamoqchi bo'lsanglar, shundoq teksturani o'zini olib kirib, bamplari yoki boshqa narsasini olib kirib olib, bu yerda nodlarga ulab ishlasanglar bo'ladi. Yoki masalan 3D Max'dagi modellar materiallar bilan eksport qilingan bo'ladi. O'sha teksturalarni olib kirib, bu yerda bir-biriga ulab qaytadan yasasanglar bo'ladi. Chunki Cycles Corona'ni materiallarini o'qimaydi. Va aksincha ham Cycles materiallarini Corona o'qimaydi. Xuddi Blenderga olib kirgan teksturani noldan yasasak, Blenderdagi teksturalarni 3D Max'ga ham xuddi shunaqa qilib olib kirib noldan yasash kerak bo'ladi. Demak, Blender Kit'ni vazifasi shu. Bizga kerakli narsalarni beradi. Hozir HDR ni ko'rsatib o'ray. Masalan, HDRda masalan osmon teksturasini bermoqchiman. Bu narsasi bizga qancha pikselda ko'rinishi. Masalan, interyerda ishlasanglar, tashqarisida uni oynadan tashqarida qanaqa tiniqligida ko'rinishi, bu piksellar soni. Masalan, 4096 bu tiniq ko'rsatadi, 4K kачество. Shuni yuklab olsanglar, OK bosib olsanglar, mana o'sha yuklab beradi. Keyin bu yoqdan renderga bosib ko'rsanglar bo'ladi. Bu dengiz ekan bu. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi narsa beradi, bu ham yaxshi kачество beradi. Va tushundinglar. Endi bizga yana bitta kerak bo'ladigan plugin bu Polyhaven. Ya'ni Polyhaven saytida bilsanglar bo'ladi, o'sha Polyhaven saytida mana shunaqa teksturalar, HDRlar yoki modellar bor. Mana har xil modellar, teksturalar, hamma narsasi bor. Buni Blender Kit'ga ko'pincha yoki 3D Max'ga yoki istalgan anaqaga olib kirish uchun, masalan, shu teksturani olib kirmoqchiman. Shunchaki downloadni bosib qo'yaman, formatdan, masalan, zip formatda kerak. Kачествоsi kerak, masalan, shunday download bosarsam, yuklanadi va xuddi shader editorga olib kirib, shunday teksturalarni berib yasaversak bo'ladi. Yoki HDRda ham xuddi shunaqa. Teksturasini men bu yoqdan environment teksturadan tekstura tanlab, o'sha yuklab olingan HDRni shundoqqina tanlab qo'ysak, men shunchaki xuddi shuni o'zini ko'rsatib beradi yani. Masalan, demak, yuklab o'tirmasdan bizda ishimizni tezlashtirish uchun ishimizni tezlashtirish uchun Polyhavenni Blender uchun ishlab chiqqan plugini bor. Bu pluginni yuklab olish uchun shunchaki istalgan brauzerga Polyhaven addon in Blender deb yozsanglar chiqib keladi. Va men bu sayt e'tibor beringlar, anaqasida nickname'da men bu maymunchani rasmi bor. Shu yoqdan yuklab olsanglar ham bo'ladi yoki o'sha birinchi saytda ham yuklab olsanglar bo'ladi. Adashmasam bu yoqda pulga ketgan ekan. Yoki men bu GitHubda ham yuklab olsanglar bo'ladi. Mana shu GitHubdan yuklab olsanglar bo'ladi. Blender Assets txt. Shunda kirganinglardan keyin chiqish kerak. Sal xato kirib qo'ydim shekilli. Uzr, men buni aytganda saytdan yuklab olgan edim. Buni Telegram saytdan yuklab olganman. Kanallar, masalan, kanallar bor. Blender University. Mana bu kanalda, mana shu kanalda juda ham ko'p naqalar bor, pluginlar bor. Masalan, shu yoqqa yozsak bo'ladi. Polyhaven. Bu kanalda ko'p anaqalar pulli pluginlar hammasi bepul tashab qo'yilgan. Mana o'sha Polyhaven yozganda chiqib kelgan hamma versiyalari birinchida turgani oxirgi versiyasi bo'ladi.
oxirgi versiyasi bo'ladi. Mana bu yoqda 8-avgust kuni tashlangan bu anaqa plagin. Bu yoqda uстановкасы и bu yoqda skachat. Shuni kirsanglar mana chiqarib beradi o'zi. Shuni skachatni bosib skachat qilib olasizlar. Mana o'zi skachat qilingan. Endi buni o'rnatish ko'rib chiqamiz. Buni o'rnatish Blender Kitga o'xshagan emas, sal farq qiladi. Demak, edit preferences addonsda bu yoqda install from disk va bu yoqda yuklab olingan Telegramni yuklab olingan, shuning uchun bu yoqda Telegram desktopda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana Polyhaven Asset Browser zip. Shuni bosamizda install from disk bosib yuborsak, uje yonda bu yoqdan shuni izlab olsak bo'ladi. Mana poly mana chiqdi. Shuni galstikni olib qo'ysak bo'ladi. Hozir menda boya zapisdan oldin o'chirgan edim. Shunchaki galstikni o'chirib qo'ygan ekanman, bu yoqni o'chirib qo'ymayapman. Demak, boshqa yerda o'rnatamiz. Demak, Telegram desktop, mana Polyhaven Asset Browser mana o'rnatdik. Lekin bu hali bizda ishlamaydi. Buni ishlatish uchun tak hozir to'xtaylik, bu menda nima qilib turibdi. Buncha o'rnatilgan hozir to'liq fayl o'chirmayapman. Ha, to'liq fayl o'chirmagan ekanman. Hozir tak mana bu yoqda disk. Mana buni o'chirib turaman. Demak, mana o'chirib tashladim. Endi qaytadan o'rnatib chiqamiz boshqatdan. Bu yerda anchagina naqalar bor, ko'rgan bo'lsangiz 5 GB dan boshlab udaletni boshladi. Demak, uninstall. Okay. Boshqatdan o'rnatib olamiz. Desktop Polyhaven. Buni hozir nima bo'ldi? To'xtaylar, buni boshqa versiyaga yana qilib ko'ramiz hozir. Zapis to'xtatib turaman. Hozir to'g'ri berishsa, menimcha o'chmayapti bu. Men xato o'chirib yubordim menimcha. To'xtaylar. O'sha videoga qo'shib Blender'ning yangi chiqqan versiyasini ham bitta ko'rib o'tib ketamiz. Shuni ham aytib o'taman dedim. Blender.org Blender o'zining ofitsial sayti. .org. Bu blender.org bu Blender'ning ofitsial sayti. Demak, Blender 5 chiqqaniga adashmasam ko'p bo'lmadi. 3 kunmi, 4 kun bo'ldi chiqqaniga. Demak, downloadni bosib olamiz. Download Blender 5. Hali o'rnatib ko'rmagan edim. Nimalar yangilanganidan xabarim bor. Ularni endi amalda ko'ramiz. Demak, Blender yangi versiyasi bizda o'rnatilyapti. Demak, yuklab bo'ldi, o'rnatib olamiz. Demak, next. Bu yoqdan C yoki D shuni tanlab olamiz. Masalan, men D disk o'rnataman. Blender 5. Okay. Next. Install. Blender 5 ustanovkasini ko'rsatmasam bo'lardi, lekin ko'pchilik ustanovka qilishni bilmasligi mumkin, shuning uchun ustanovka qilib ko'rsatyapman. Demak, finish. Bizda mana Blender 5 ochildi mana. Endi ko'ramiz, qani nima yangiliklar bor, shu haqida ham gaplashib o'tamiz. Demak, o'zgarish unaqa katta emas. Bu yoqqa mana pluginiga mana animation qo'shilibdi mana. Ikonkalari sal o'zgargan mana bular. Animation qo'shilgan ekan, mirror, relative, fix to camera. Demak, bu haqida yana alohida qilib o'tamiz. Aynan mana shu narsa haqida alohida to'xtalib o'tamiz, chunki hali ishlatib ko'rganim yo'q. Ishlatib ko'rsam, qanaqa ishlashini tushuntirib o'tib ketaman. Demak, bu yoqda workbench olib tashalgandi deb eshitgan. Mana. Bu yoqda supported turardi, men adashdim, cycles emas, cycles uchalasi emas. O'rtada supported degan anaqasi bo'lardi, o'sha olib tashalgan CPU, GPU. Bu yoqda biz preferencesda system
opticsni tanlab qo'yishimiz kerak. Demak, bu yoqqa yana mana bu yoqqa yana effektlar qo'shilibdi, modifikatorlar. Hammasi bor. Qo'shilibdi, materiallar, preview. Demak, interfeys ozgina o'zgargan. Yaxshi. Interfeys ozgina o'zgaribdi. Oldin men bu 5 ta bunaqa emas edi. Mana ikonkasini ko'rsanglar bo'ladi, mana. Farqi bor. Mana. Demak, cycles mana supported bunaqasi yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi mana farqini. Demak, farqini ko'rdinglar. Bunaqa katta emas. Endi kelinglar, bu ayni 5-versiyaga o'sha pluginlarni qayta o'rnab chiqamiz. Demak, edit preferences, add-ons, install from disk, download birinchi bo'lib Blender Kit, install from disk. Demak, mana Blender Kit o'rnatildi. Endi mana ishlayapti. Endi bu yoqdan biz Polyhaven'ni ustanovka qilamiz. Demak, edit preferences, add-ons, install from disk, Telegram desktop va bu yoqda Polyhaven. Bu yoqda menda boshqa yana pluginlar bor. Bizga hozir asosiysi Polyhaven, ornament, import 3ds max, buni ham ko'rib chiqamiz bitta. Va shu qolganlari sal murakkabroq pluginlar, ko'psini hali men o'zim ishlatib bilmayman, ishlatib ko'rmaganman. Agar ishlatib ko'rib, tanishib, keyin yana bunga ham alohida video qilamiz. Demak, Polyhaven install. Demak, mana o'rnatilgandan keyin bu birdaniga ishlab ketadi degani emas. Bu yoqda chunki ko'rishingiz mumkin, mana no asset library Polyhaven please create on the file path on the left. Demak, bize buni silkasini, ya'ni yuklab oladigan fayllarini joyini ko'rsatib olishimiz kerak. Demak, bu uchun nima qilamiz? Biz file pathga kiramiz va mana user libraryni shuni ochib tashlaymiz-da, new bosamiz va bizga kattaroq joy bo'lishi kerak diskimizda. Novi tom, ya'ni D diskimizda agar ko'proq joy bo'lsa, C ga D bo'lsa, D mana D joy ko'proq, shuning uchun D ga yuklab qo'yaman. Demak, new file qilamiz, biz bu yoqqa yozishimiz kerak tmp. Demak, bu tmp ga cache fayllar tushadi, ya'ni materiallarini, teksturalari o'sha tmp fayllar tushadi. Demak, ichiga kirib olamiz va biz yana bu yoqqa plus bosamizda yozamiz. P H A S S E T S, ya'ni pz. Demak, mana shu fayl ichida hamma narsasi mana shu fayl ichiga tushadi. Demak, add user library OK qilib yuboramiz. Demak, ochildi. Biz endi nom o'zgartirishimiz kerak. Library name mana yozib qo'yibdi, Polyhaven site silkasi ulandi, lekin nomi yo'q. Demak, nomni o'zgartirishimiz kerak. Va mana bu pz-ni ustiga 2 marta bosib, katta harf bilan P oli probel katta harf, yana H A V E N. Demak, enter bosib olsam bo'ldi. Mana bu yozuv sirazi o'zgardi. Do not forget save your preferences. Saqlangan naqalarni yo'qotma deyapti. Demak, bu enter bosganimizdan keyin biz bu yoqdan save preferences qilib qo'yamiz, bo'ldi, bu yozuv ham o'chadi. Demak, saqlandi. Endi bu Polyhaven Blender Kitda to'liq ishlaydi degani emas. Endi nega ishlamaydi, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, biz bo'ldi, bu yoqda qiladigan ishimiz tugadi. Bunda X bosib chiqib ketamiz va men buni shuni tepaga ko'tarib qo'yamiz va mana bu bo'limda biz asset browserda yoqamiz. Endi add librariesdan biz Polyhavenni tanlashimiz kerak, lekin hech narsa yo'q. Chunki biz hali buni modellarini yuklab olmadik. Ichidagi narsalarni o'sha men bu saytda ko'rgan hamma narsani yuklab olmadik biz. Mana sayt. Mana bu yoqdagi materiallar, mana bunaqa narsalarni hali yuklab olmadik. Bizda mana shu narsalarning hammasi Blender ichiga tushadi hozir. Demak, bu uchun nima qilamiz?
mana buni boshlashimiz kerak. Bu yerda nima mana all bor, HDR, textura, model, related files. Bize bunlarga kerak emas. Bize shunchaki fetch asset ustiga bosib, bu yerda from bullheaven.com. Demak, o'sha fayllarni yuklab olaymi deb so'rab, OK bosib yuboramiz. Bize bu yerda downloading in background, ya'ni bizga yuklash boshladi mana. 100% bo'lgandan keyin o'zi bizda ko'rinishi boshlaydi. Demak, internetlar yaxshi bo'lishi kerak. Agar qaysidir joyini xato qilib qo'ysanglar, yuklash boshlanmaydi, error beraveradi. O'shuning uchun men bu yoqda preferencesda men bu fayllarni nomlarini to'g'ri qilinglar. To'g'rilab yozib qo'yinglar, xatoga yo'l qo'ymanglar. Men qanaqa qilgan bo'lsam, sizlar ham xuddi shunaqa qilsanglar, sizlar ham xuddi shunaqa ishlaydi, qolgan joylarga tegmanglar bo'ldi. Hammasi xudo xolasa yaxshi ishlaydi. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketay. Men bu sistem bo'limida men bu Windows Steps degan joy bor. Memory limitsda men Windows Step degan joy bor. Ya'ni biz masalan nimadir qilib qo'ydik, xato qilib qo'ydik, Ctrl Z ni bosib orqaga qaytamiz, o'shaning limiti bizga 32 marta orqaga qaytsak bo'ladi. Biz shuni ko'paytirib qo'yishimiz mumkin 256 taga. Save qilib qo'yamiz bo'ldi. Ya'ni biz xato qilib qo'ysak 256 marta yana o'sha ishimizni orqaga qaytarishimiz mumkin. Demak, bizda yuklash boshlandi, mana yuklanish ketyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Demak, bizda yana bitta men o'zi yaqindagina o'rnatdim. Men buni o'chirib tashlay, buni anaqada yaxshiroq ishlaydi. Men buni rangi ham o'zgartdim men buni. Mana bu narsa bor, markaz. Shuni rangi ham o'zgartdi. Ben to'g'rida boshqacharoq mana. Rang qoraroq, bunda sal anaqa. Yashil anaqaga, yashil o'qi Y o'qiga yashil bo'ladi. Shuni rangi uchini anaqa qo'ygan ekan mana. Z ga qizil, ko'k, X ga qizil, Y ga yashil qilib qo'yibdi. Uchlarini. Bu naqacha katta o'zgarish emas bu. Demak, men bu yoqda yozuvlar ozgina kamayganmi? Dizayn o'zgargan ekan. Sal. Bu jamnaqa katta o'zgarish emas. Katta o'zgarish hali ishlatib ko'rsam aytib o'taman. Shu sezilarli o'zgarish Blender 5 da mana shu narsasi o'zgargan. Anaqa supported, ya'ni mana bu narsa feature set shu narsa o'zgargan. Demak, menda qanaqa plugin bor yana? Men Blender 4.5 o'rnatib qo'yganim, demak, ornament generator, ya'ni bu naqshlar. Mana naqshlar bor. Mana shularni masalan interyerda qanaqadir naqsh qo'ymoqchilar yoki tagi yoki shunga o'xshagan narsalar qo'ymoqchi bo'lsalar, yasab o'tirmaysizlar, mana buni o'zida bor. Mana. Demak, buni qanaqa o'rnatamiz? Bu ham internetdan yuklab olinsa bo'ladi, pulli variant. Buni ham xuddi shu men bu kanaldan Blender Free Universe sayt Telegram kanalidan yuklab olsanglar bo'ladi. Demak, yozamiz. Ornament ana ornament browser skachat bosib shunda ko'rsanglar bo'ladi. Ornament brush, bu brushes ekan. Menga ornament generator kerak. Buni qayerdan yuklab olgan edim? Shu Telegramga yuklab olgan bo'lishim kerak menimcha. Ornament brushes men tushunmadim. Hozir men bitta ko'raylik, qayerdan yuklab olgan edim. Buttons ornament generator. Так, Blender 5 edit preferences. Devam ekan. Yo'q, emas, Telegramga yuklagan ekanman. Ornament generator. O'sha kanaldan, bu 100 talik o'sha kanaldan. Boshqa kanalda unaqa pluginlar yo'q. Hozir ornament brushes 240 megabayt.
da mana shu bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda ham naqshlar. Da mana shu ekan mana ornament qanaqasi. Mendeki mana bu. Mana topdim. Mendeki mana shu narsa. Ornament generator. Mana yuklangan. Mana shu narsa. Bularni ham yuklab o'rnatib olsanglar bo'ladi. Bir xil ishlaydi hammasi. Menga bu narsa kerak bo'lgan, aynan shunisi kerak bo'lgani uchun shunisini ishlatganman mana. Demak, ornament generator install from disk. Mana endi chiqib ketamiz mana. Ornament generator. Endi bu qanaqa ishlaydi? Shift A bu yoqda silindr aytib o'tishim kerak, bu aylanali anaqalarga yaxshi ishlar ekan. To'rtburchakka ishlamas ekan. Masalan, kubga ishlamaydi bu. Demak, buni shuni tanladik. Masalan, men bu naqshni olib kirmoqchiman. Buni xuddi Blender kitdagi o'xshab, masalan, bu materialni mana tortimni belgilab olsam, mana shuni ustiga yuklab beradi. Lekin bu unaqa ishlamaydi. Bu unaqa ishlamaydi. Mayli, bu hozir materialni ko'rishim muhim emas. Bu unaqa ishlamaydi. Bu ishlashi uchun qaranglar. Tab chiziqlar bo'yicha ishlash kerak. Bitta tanlayman, ikkiga o'tib qo'yaman. Demak, mana shu qirrasiga kerak generate mana bosaveraman. Hali interyerda yoki boshqa qanaqada men ishlatib ko'rmadim buni. Agar keyinchalik yana ishlatib ko'rsam, yana mukammalroq kursda o'tib ketaman. No, ishlatmoqchi bo'lganim, ishlatayotganimni kursda o'tib ketyapman, ko'pincha ishlatadiganimni. Masalan, men bu tab mana bu ikki tagiga mana buni qo'ymoqchiman. Qo'yaveradi. Mana shu narsa. Bunga alohida keyin tekstura berib ishlasak bo'ladi. Demak, interyerda yana kerak bo'ladigan yana bitta plugin bu menda o'sha xuddi 3D Max'da bo'lgani kabi floor generator. Demak, shift mayli. Edit preferences install from disk. O'sha ornament generator bu yoqda buni yana alohida Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana shu ishlatayotgan pluginlarimni o'sha yerdan bemalol yuklab ishlatsanglar bo'ladi. Ornament generator install from disk. Bo'ldi. Bu yoqda ham ishlaydi. O'sha Blender to'rda qanaqa ishlasa, bunda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Demak, bunda ham yana o'sha chiziqlarini, ya'ni o'sha qirralar bilan ishlaydi. Bunda ham shuni tanlaymiz, masalan, taqib bosaveramiz, bo'ldi, ishlab ketadi bunda. Scale qilsak bo'ladi. Tabni bosib sal o'zgartirsak bo'ladi. Demak, bu plugin menimcha to'liq ishlatib ko'rmadim. Hali ishlatsam yana aytib o'tib ketaman hali aytganimdek. Demak, menda yana qanaqa pluginlar bor. Demak, install ornament generator o'rnatdim. Assembler Archipack install from disk. Archipack o'rnatildimi? Yo'q, Archipack 5 ta ishlamadi. Demak, floor generator haqida gapirdik. Demak, floor generatori bu yerda chiqmadi. Demak, downloadda bo'lishi kerak. Mana. Demak, buni men saytda yuklagan ekanman. Buni ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Floorboard bosamiz, install mana. Floor generator mana bu tushdi.
Demak, bu qanaqa ishlaydi? Shift A istalgan narsa, masalan, shu ozroq scale qilib olaylik, kattalashtirib. Mana floor generator, mana convert to floor object bo'lsa o'rsak chiqadi. Demak, buni o'zgartirsa bo'lardi. Tak. Qattiq o'zgartirardi buni. Bunaqasi chiqish kerak edi, cho'ta Blender 5 ta bu ishlamadi menimcha mana. Tak. Scale floor generator convert to object. Demak, floor generator Blender 5 ta yaxshi ishlamas ekan. Demak, mana o'sha Blenderda kamchiliklardan biri mana shu. Ayrim versiyalarda ishlagan plugin, masalan, ayrim versiyada ishlamaydi. Masalan, mana guvoh bo'ldinglar, 4.5 ta ishlagan plugin 5-versiyada ishlamadi. Bosdik, bu yerda masalan regular bor. Mana herringbone o'tkazib qo'ysak, mana bunaqa bo'ladi. Masofasini o'zgartirsak, bu ko'payib ketadi. Bunaqasi yoqsa, bunaqasi ko'payadi. Xonamizga qarab to'g'rilasak bo'ladi. Scale qilib to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Orasidagi masofasini ham to'g'rilasak bo'ladi. Qancha ochilishi mana. Bunisida mana bu mana. Shu yog'ochlarini katta kichikligi bu bunaqasi. Bu orasidagi masofa mana. Orasini ochib berishi bor. 0 da turgan ekan, bu o'zi 0 turmasi kerak. Bu 0. Masalan, voy bu qalin. Mana. O'sha yaxshi. Keyin buni berib qo'ygandan keyin bu hozir bitta tekst yuzi, lekin o'zi unaqa ingichka bo'lmaydi. Bu yoqdan generate, bu yoqdan shuni solidify berib qo'ysak bo'ldi. Qalinlashadi. Bu solidify bergandan keyin, modifikatorni bergandan keyin unaqa o'zgartirish kiritish shart emas. Men bu o'zini shunchaki o'zini default holatdagi unaqa setadi, nastroyka setadi. Bo'ldi. Demak, bu shunaqa ishlaydi. Interyerga shunchaki masalan xonaga floor qilib ishlataverasizlar buni. Demak, asosiy ishlatadigan pluginlarim mana shu. Screencast case bu hamma narsa. Bosganimni ko'rsatib turadigan narsa, bu ham xuddi shunaqa o'rnatiladi bu ham. Menimcha sizlarga kerak emas, prosta darsga yozgan payti qanaqa nimani bosib turganini ko'rishinglar uchun. Demak, bo'ldi, shu asosiy ishlatiladigan naqalar kerakli bo'lgan narsalar shu. Demak, bizda mana demak, Polyhaven ham bizda tugatibdi yuklashni. Demak, mana shuni o'ziga masalan mana tekstur berib qo'yamiz mana floor o'ziga mana. Blender 5 ta floor o'ziga tekstura beramiz. Demak, biz bu yoqdan bunga kirishda qanaqa qilib qo'yamiz mana. Masalan, chiqib ketaman bunaqadan. O'rnata bo'lindi. Bundan ham chiqib ketaman. Demak, Blender 5 ni ochamiz. Shunchaki istalgan ochiq joyga bosamiz. Va men bu bo'limni yoki men bu yoqdan bundoq ochsak ham bo'ladi mana. Bundoq ochib olsak ham bo'ladi. Va bu yoqda men bu editor type'da biz asset browser tanlashimiz kerak. Yoki masalan garage klavishi mana shift F1 bossak uzr adashib ketdim. File browserda shunchaki ochib berar ekan. Undan ko'ra men to'g'risi men buni qilganinglar oson. Mana asset browser bu yoqdan library'dan biz Polyhaven tanlab qo'yishimiz kerak. Bizda mana chiqib keladi. Bu yoqda hozir HDR'lar turibdi. Biz masalan teksturaga o'tamiz. Bu istalgan dedim. Istalgan narsa
masalan meshda kub plan circle'da ishlamasa kerak menimcha. Shu plan yoki kubda menimcha ishlasa kerak. Demak n floor generator mana bosib oldik mana chiqarib beradi. Demak biz bu yog'och teksturasini berishimiz kerak. Masalan yozamiz bu yoqqa wood. Bizga yog'och teksturasini chiqarib beradi. Men shunchaki ustiga tashab qo'yaman. Bo'ldi. Bizga chiqarib beradi teksturani. Ozgina kutib turamiz. Ozgina moslashib olish kerak. Bu yerda hozir bunaqasi ko'rinmayapti teksturasi. Chunki bu juda ham katta bo'lib ketgan. Demak, biz mana bu yoqdan UV editor yoki mana bu yoqdan mana bu bo'limdan bu o'zgartirish kiritish mumkin ekan mana bu yoqda. Oldin qilib bo'lmas edi. Demak, bu teksturasi mana qadar qotyaptimi? Ne отвечает? İşledi. Shu bo'limdan yoki men bu bo'limni qilib shunda UV editor ochib qo'ysanglar, tab bosasizlar. Tushunmadim. Hozir bu yerda chiqish kerak negadir. Men buni UV si chiqmadi. Demak, teksturaga o'zgartirish kiritib bo'lmas ekan menimcha. Demak, 5 dagi mana kamchiliklarni mana shu yerdan ko'rsak ham bo'ladi. Demak, buni ishlatib ko'raylikchi. Masalan, mana teksturani olaman. Mana berdim. Mana Blender Kitda ishladi lekin. Mana ko'rdinglarmi? UV sini to'g'irlashim mumkin bu yoqda. Blender Kitda UV sini to'g'irlashim mumkin mana. Scale qilib mana teksturani kattalashtirishim, kichiklashtirishim mumkin. Lekin bunda ishlamadi mana. Ko'rdinglarmi? Demak, shunchaki mana buni berib qo'ydim. Yo, endi ishlab ketdi. Yo, ishladi. Endi ishlab ketdi. Demak, ishlash sal qiyinroq ekan. Ishlashi sekinroq ekan. Mana. Yo, ishlar ekan. Demak, ishladi. Bu ishlash kerak, ishlashga majbur edi ham, chunki Photoshop'ni bu oxirgi versiyasi o'rnatishda hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bo'ldi. Bu o'sha aynan mana shu Telegram kanalda ko'rsatib qo'ygan. Blender Tour 5 ip undan keyingi versiyalarga tushadi. Yoki mana Blender 3.2 Tour ga ishlab chiqilgan. Bu Tour 5 yoki masalan boshqa pluginlar masalan qaysi ya'ni ishlatadiganimiz. Masalan floor mana masalan shu plugin mana nimaligini ko'rsatib o'tgan bu videoda mana qaysi versiyalarga tushishi mumkin. 4 va undan oshgan xohlagan Blender xohlasa 10 chiqadimi, 7 chiqadimi, demak tushadi bu. Agar Blender ishlab chiqaruvchilar cheklov qo'ymagan bo'lsa, agar cheklov qo'yilgan bo'lsa, demak bu plugin ham shu versiyaga moslab ishlab chiqiladi yana. Demak, tushundinglar. Shu asosan ishlatiladigan pluginlar mana shu menda. Yana City Generator ham bor. Oldin 3.6 versiyada ishlardi, hozir u plugin ishlamayapti. 3.6 da ham boshqasida ham ishlamay qolgan. Iloji bo'lsa shuni to'g'rilashsa yaxshi bo'lardi. Lekin hali to'g'rilashmadi uni. Haligi Vegeta addon degani bor edi. Hozir ko'rsataman. Vegeta Botanik. Aynan mana shu plugin. Bu ishlamaydi. Menda balkim sizlarda o'rnatib ko'rishingiz mumkin. Menda ishlamagan. Chunki
qanaqadir ошибкасы chiqib qolgan bu anaqani pluginni. Shu uchun menda ishlamagan. Bu anaqa qilib beradi bu. Anaqaga mana so'zlamasam to'g'rilaysizlar, mana shunaqa maysalar, o'simliklar, gullar chiqarib beradi. Mana shu ko'pincha mana shunaqa ishlatardim. Oldin bir necha yil oldin, bir necha yil emas, 2 yil oldin ishlatardim, hozir ishlamay qolgan. Demak, men o'zim ishlatadigan pluginlar shu. Unaqa oshiqchasi ham kerak emas interyerda. Agar animatsiya uchun bo'ladigan bo'lsa, launch control yoki Rigify. Ya'ni bu Rigify, men bu Rigify emas. Men bu emas. Bu boshqa narsaga ishlaydi. Buni ham hali yana alohida ko'rib chiqamiz. Bu alohida mavzu qilinadigan pluginlar hali ko'p. Shular haqida yana alohida gaplashib o'tamiz. Custom rendering bu ishlatmayman buni. Kerak emas menga. Demak, shu azizlar, yana qanaqa pluginlar bor, men bilmagan yoki sizlar qiziqqan pluginlar bo'lsa, o'rnatib ko'rib, ishlatib ko'ramiz. Kommentda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.